Assalomu alaykum. Mana bugun xudosi 2025-yil 1-may sanasi. Mana bir akamizni xonasidamiz. Kabrilla navli qulfni olakish kerak ekan. Hop, mana holatlari. Kabrilla. Hop. Mana yirikliklari. Juda chiroyli bo'lgan. Hop, Kabrilla sortimiz ham remontatniy sort ekan. Yil bo'yi beradigan. Mana ujuma keyingi mana ko'rishingiz mumkin. Mana keyingi shodalar chiqib kelyapti. Mana bu yerda ham. Mana mevalari. Hop, 15-aprelda uzishni boshlashgan ekan. 15-aprelda. 10-aprelda uzishni boshlashgan ekan. Hozir mana hozirgacha 7 marta, 8 marta uzishibdi. Hop, 3 sotixli issiqxona eng ko'pi 78 kilo uzishibdi. Eng ko'pi 78 kilo uzibdi. Hop, ko'proq adbor holatda, ya'ni yirik holatda hosil olingan. Hop, mazasini yeb ko'rdik, yaxshi mazasi. Mana holatlari. Kabrilla sort. Shu holatda mevalar. Keyingi shodalar chiqyapti. Endi hozir ko'rdik gulini. Trips tushib qolibdi endi. Bir marta dori sepishibdi. Bu qulflar bitta yaxshi tarafi bor ekan. Bunda ham gul shodalari agar to'g'ri ekilsa faqat bir tarafga tashlar ekan. Mana bu tomonga to'g'ri ekiladigan bo'lsa, ya'ni xuddi koreyskiga o'xshab. Shuning uchun o'rtaga salafan yozishmabdi. Qulfda mevalar faqat bir tomonga, mana shu salafan tomonga mevalar tushgan. Shuning uchun o'rtaga salafan yozilmagan.